yordam berolmaydi. Sog'liq ko'tarmaydi yoki hayoliga kelmaydi. Shu atrofimizda hammamiz bilamiz, uni qarab ko'p. Bu ham siz bilan bizga Xudoning katta in'omi. O'zini paytida ulug' kunlarda, ulug' oylarda bu haqida endi iborlar aytganimiz kerak. Ramazonda qilingan umra hajga teng. Deganda ham Rasululloh bilan qilingan hajga teng haqidagi hisoblarni gapirilgan bo'lsa kerak. Endi musulmon odamlar qachon endi bir narsa o'rnak qilinish kerak bo'lsa, birinchi Rasulullohdan boshlaymiz. Bu narsa uchun olamiz. Endi o'sha ashablarda o'rganamizda. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytgan o'shanamiz. Ana ummi keldilarda, og'zini yopdilarda Rasululloh aytdilar-ki, Oysha, meni Robbim bilan ibodat qilishni qo'yib berasanmi dedilar. Ayolning haqqini, seni haqqingni boya qilib qo'yganingni rozi bo'lsang, Alloh taologa ibodat qilsan dedi. Mayli Rasululloh dedim. Suvoq keldim, Rasululloh taolo qildilar. Namozga quloq qoqdilar, yig'lash boshladilar. Shunaqa yig'ladilarki, soqollari jiqqa bo'lib ketdi. Soqol bo'lib ketish uchun anchadan bo'lish kerak-ku, tavoqiyani bilamiz. Ruku qildilar, yana yig'ladilar. Sajdaga borib yana yig'lab turib, namoz o'qib tugaguncha Rasululloh dod deb yig'ladilar. Ya Rasululloh, nima yig'layapsiz? Bu yig'lashingiz sababi nima? Alloh taoloning siz bilan bizni shokirlikdagi ibratlar. Musulmonlar shukr qiluvchi bo'lish kerak. Xudoni ne'matlari ko'p. Xudo aytadiki, "Allohu Xudoni ne'matlarini sanaydigan bo'lsalar, u adoyi yetadi. Bir Bani Isroildan bir odam 500 yil ibodat qildi. Robbisiga qovushdi, Xudoning o'ziga qaytdi, ya'ni joni chiqdi, Xudoning huzuriga bordi. Alloh taolo aytdi, "Bandam, rahmatimdan hisob-kitob qilaymi? Yoki o'zingni amaling bilan hisob-kitob qilaymi? Ya Robbi, o'zimni amalim bilan qilib 500 yil ibodat qildim-ku.